Zulukni organizmga qanaqa foydali ta'sirlari haqida bilarmidingiz? Zulukni so'lagini tarkibidagi ajratgan moddalar organizmga qanaqa ta'sir ko'rsatishini bilarmidingiz? Keling, shu haqida gaplashamiz. Zulukni so'lak tarkibida teri orqali qon so'rani hamda so'lagi orqali ajratadigan moddalari qon orqali organizmga tushadi. Birinchi moddasi bu geridium moddasi. Geridium moddasi tarkibida qonni emasligini ta'minlovchi ferment hisoblanadi. Bu qon aylanishini yaxshilab beruvchi, qon suyultirish ta'sir ko'rsatadi. Keyingi moddasi bledin hamda eglin moddalari ishlab chiqaradi. Bu yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni organizmda qanaqadir yallig'lanish prosesslari kechayib turgan bo'lsa, shu holatlarga foydali ta'sir ko'rsatadi. Keyingi moddasi so'lagin tarkibidagi destigulaza fermenti bo'ladi. Bu qonga tushishi orqali organizmdagi tromb holatlari, trombni eritib qon aylanishini yaxshilab beruvchi ferment hisoblanadi. Keyingi so'lagin tarkibidagi moddasi bu anestezin hisoblanadi. Bu anestezin og'riq qoldiruvchi, ya'ni bosh og'rig'i, bo'g'imli og'rig'i, bir qancha og'riqlar bilan kechuvchi holatlarga foydali hisoblanadi. Keyingi so'lagin tarkibidagi modda bu gialuronidaza fermenti hisoblanadi. Organizm uchun bir qancha, ya'ni to'qimalarda trofikasini, bo'g'imlarda trofikasini, oziqlanishini yaxshilab beruvchi hamda bir qancha teri kasalliklarida foydali hisoblanadigan ferment hisoblanadi. Endi zulukning foydalari shu ajratadigan moddalari bilan bog'liq. Endi zuluk bir qancha holatlarda, ya'ni yurak qon tomir, gipertoniya, yurak ishemik kasalligi, nevrologik holatlar, bosh og'rig'i, bo'g'im og'rig'i, nevralgiya holatlari, ginekologik kasalliklar, hayz sikli buzilishi, bachadonni yallig'lanishi, bepushtlik bir qancha holatlarga foydali ta'sir ko'rsatadi. Endi qaysi holatlarda qo'llash mumkin emas? Qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar bu qon ketish holatlari, onkologik holatlar, qon bosimi tushib ketgan holatlar, anemiya holatlarida qo'llash mumkin emas. Endi qo'llagandan keyin zuluk 20-40 daqiqada qon so'radi hamda qon so'rib tushib ketadi.